Ko'p joyda guvohi bo'ldik, santexnika eng oson ish degan ustalar ham bor. Hammasi ham emas, lekin qo'shtirnoq ichidagi ustalar ham bor. Buni o'zlaring ham yaxshi bilasizlar. Nimaga bo'lmasa siz santexnika ish qilmayapsiz? Bu savol. Buni javobi bitta. Chunki santexnika ishining mas'uliyati juda ham katta. Ikkinchi, mas'uliyati katta bo'lgan ish bu elektrika. Elektrikani ham hamma ham qilavermaydi. Uchinchisi, buni ham mas'uliyati juda ham katta bo'lgan ish. Bu kafel. Buni ham ko'pchilik bilishadi. To'rtinchi eng mas'uliyati katta bo'lgan ish bu malyarka. Malyarkani ham hamma qilavermaydi. Agar mana soha ustalari meni videomni ko'rib turgan bo'lsanglar, gapim to'g'ri bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib ketasizlar. Agar santexniklar ko'rib turgan bo'lsa, mana shu joyga katta yo'limiz bilan anaqa qilib chiroylab yig'ib berdik. Kamchiliklari bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsanglar, biz xafa bo'lmaymiz. Naborot o'zimiz bilganimizni, bilmaganimizni sizlardan olganimizga biz xursand bo'lamiz. Betga tishlamadir qo'ysanglar bo'lardi, separator qo'ysanglar bo'lardi deb yozmaysizlar. Nimagaki betda to'plik qoldi o'zi. Chunki betga radiator aralashmaganligi uchun ko'p narsa aralashtirmaganmiz akalar.